Pas 1-1 Dumfries, yana pas Lautaro, zarba 1-0 Inter hisobda oldinga chiqmoqda. Martinez mana bu yerda Di Marco, wow, bravissimo Di Marco va albatta Çalhanoğlu'nun zarbasi 2-0 Inter yana mana shu hisobni yuzaga keltiryapti. Martin va zarba, gol! 9-likka Erik Garcia. Barsa qaytishni boshlayapti. Rikoshetlar. Kim birinchi? Yamal. Pas. Ko'pchilik bo'lib Barselona qochib ketishi mumkin. Qarang. Martin narigi tomonda ikkita sherigi ochiq. Paslar ketma-ketligi Pedri chapga. Martin pas, darvoza bo'sh. Voy, qanday seyf! Ichkariga ajoyib pas. Yana Barselona uryapti. Olmo 2-2 remontada. Mana bu yerda esa Rafinha zarba pozitsiyasida Zomerdan gol. Rafinha yana amalga oshirdi bu ishni. Dumfries ochilyapti. Noto'g'ri pas berdi Turam, oyoqlar orasidan o'tkazmoqchi bo'ldi. O'yin davom etadi. Inter! Uch yana kurashib pas, zarba Frattesi. Inter 4-golni uryapti. Frattesi zaxiradan maydonga tushib hal qilyapti, lekin bu ham hali hammasi emas.